Assalomu alaykum. Men Chorshanba Husan. Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti Jahon iqtisodiyoti va xalqaro iqtisodiy munosabatlar yo'nalishi birinchi kurs talabasiman. Bu Malayziya davlati haqida, barqaror rivojlanish iqtisodiyoti haqida tayyorlagan mustaqil ishim. Hop, bu barqaror rivojlanish iqtisodiyoti haqida mustaqil ish 12 ta maqsaddan iborat va birinchi maqsadi bu qashshoqlikka barham berish. Ijodsiz shaxslar ulushi Malayziyada 2024-yil holatiga ko'ra hududlarga bo'linishi bo'yicha taxminiy ulushi 34%, Kuala Lumpurda 12%, Selangor 8%, Penang 7%, Johor 7% va Sarawak 5% ga to'g'ri kelgan. Va mamlakatning doimiy qashshoqlik darajasi 6.2% tashkil etadi. Qashshoqlik xavfi ostidagi aholi ulushi esa 13.5% tashkil etadi. Deprivatsiya darajasi ya'ni asosiy ehtiyojlardan mahrumlik 4.7% tashkil etadi. Bu degani bu ko'rsatkich aholining uy-joy, ta'lim, sog'liqni saqlash kabilar kiradi. Pensiya xarajatlariga keladigan bo'lsak, Malayziya pensiya tizimi Employees Provident Fund orqali yuritiladi. Pensiya jamg'armasi to'lovlari 105 milliard Malayziya ringgiti bo'lgan. Qashshoqlikni kamaytirish dasturlariga ajratilgan grantlar 2024-yil holatiga ko'ra asosiy dasturlar B40 uy xo'jaliklarini qo'llab-quvvatlash, ijtimoiy yordam dasturlari, qishloq hududlarini rivojlantirish. Ikkinchi maqsadga keladigan bo'lsak, bu ochlikka barham berish. Aholida oziq-ovqat xavfsizligi muammosi 2022-yil holatiga ko'ra hududlar bo'yicha oziq-ovqat xavfsizligi muammosi ulushi Sabahda 19.8%, Sarawakda 13.4%, Kelantan 13.2% bo'ladi. Sabah va Sarawak hududlarida qishloq joylar ko'pligi sababli oziq-ovqat xavfsizligi muammosi nisbatan yuqoriroq. Bolalarda to'yib ovqatlanmaslik, malnutritsiya, 3 yoshdagi bolalar 9%, ortiqcha 3%, 5 yoshdagi bolalar 13%, ortiqcha 5%. Qishloq xo'jaligini moliyaviy qo'llab-quvvatlash 6.8 milliard ringgit yillik mablag' ajratadi. Fermalarni qo'llab-quvvatlash, oziq-ovqat xavfsizligini oshirish, qishloq xo'jaligi texnologiyalarini rivojlantirishga asosan bag'ishlanadi. Qishloq xo'jaligini moliyaviy qo'llab-quvvatlash boyagida aytib o'tganimdek 6.8 milliard ringgitni tashkil etadi. Va Sabah va Sarawak hududlarida qishloq joylar ko'pligi sababli oziq-ovqat xavfsizligi muammosi nisbatan yuqoriroq bo'ladi. Uchinchi maqsadga keladigan bo'lsak, bu sog'lom hayot va farovonlik. Malayziyada hayot davomiyligi va o'rtacha umr davomiyligi 75.6 yil ko'rsatiladi. Ya'ni aholisi 75.6 yil o'rtacha yosh ko'radi deb ko'rsatilgan. Va oldini olish mumkin bo'lgan o'lim darajasi har 100 ming kishiga 2022-yil holatiga ko'ra 110 ta. Vaksina qarmovi 98.8% tashkil etadi. Spirtli ichimlik iste'mollari 2024-yilda 1,5 litrni tashkil etgan, ya'ni jon boshiga 1,5 litr. Malayziyada spirtli ichimlik iste'moli dunyo o'rtachasidan ancha past, 21.3% aholida chekish odati mavjud. Har yili taxminan 27 mingta o'lim chekish bilan bog'liq bo'ladi. Chekish darajasi ko'proq 15 yoshdan kattalar chekuvchi hisoblanadi. Tibbiyot xodimlari har 1000 oilaga 2.3 ta shifokorlar, hamshiralar esa 3.7 ta to'g'ri keladi. Sog'liqni saqlash xarajatlari har 1000 ta aholiga yayinning 4.8% to'g'ri keladi. Sog'liqni saqlash xizmatlar qamrovi aholining 95% tibbiy xizmatlardan foydalanish imkoniyatiga ega. To'rtinchi maqsadga keladigan bo'lsak, bu sifatli ta'lim. Malayziyada 25-64 yoshdagi aholining oliy ma'lumotga ega bo'lishi bu hududlarga bo'linib ko'rsatilganligi
Va eng katta foizga ega bu Kuala-Lumpur 45% va eng pastki darajalardagi bu Sabah hududlarida 25%. Malayziyada 25-64 yoshdagi aholining taxminan 30-32% oliy yoki 3-darajali ta'limga egaligi ko'rsatilgan. 15 yoshli o'quvchilarning bilim darajasi 75% 4-darajadan yuqoriroq, 22% ham 4-darajadan yuqoriroq. Matematikani bilish darajasi 74%. O'rta maktabni tugatish darajasi 90% aholisi Malayziya o'rta ta'lim darajasini tugatgan. Boshlang'ich ta'limga qamrov darajasi 5 yoshda umumiy 89%, o'g'il bolar 88%, qizlar esa 90% dan tashkil etadi. Va zamonaviy IT ko'nikmalariga ega aholining ulushi oxirgi 3 oy ichida internetdan foydalanishi 16 va 29 yoshlar orasida 99% dan 97% gacha deyarli hammasi va 30-44 orasida esa 90%, 70%, 35% dan, ya'ni yoshdan keksaga qarab o'zgarib ketgan foizlari. Va 5-maqsadga keladigan bo'lsak, bu gender tengligi. Parlamentda saylangan ayollar ulushi Malayziya parlamenti deputatlari ayollar 15% ni tashkil etadi, erkaklar esa 85%. Malayziya siyosatida ayollar ishtiroki asta-sekin ortib bormoqda. Parlamentda saylangan ayollar ulushi aytgandek 15% ni asta-asta oshib bormoqda. 15 yoshdan yuqori aholida zo'ravonlik tajribasi ayollar 18%, erkaklar 6%. Begona shaxs tomonidan zo'ravonlik ayollar 21%, erkaklar 8% ni tashkil etadi. Va 18 yoshgacha turmush qurish statistik ma'lumotlarga ko'ra 2023-yilda 1% ni tashkil etadi. Ya'ni erta nikoh ko'rsatkichlari kamayib bormoqda. Ayollar fermadagi ulushi qishloq xo'jaligi sektorida ayollar 18% ni tashkil etadi, erkaklar esa 82% ni tashkil etadi. 6-maqsadga keladigan bo'lsak, bu toza suv va sanitariya. Yer usti suvlarning sifati Malayziya suv havzalari sifati hududlar bo'yicha farq qiladi. Hududlarga keladigan bo'lsak, bu Sabahda 60% yaxshi holatda, Sarawak hududida 58% yaxshi holatda va Yarimorol Malayziyada 52% yaxshi holatda ko'rsatyapti. Va rang shkalalari bo'yicha ham ko'rsatilgan. Ko'k rangda turgan hududlar yaxshi, sariq rangda o'rtacha va qizil rangdagilar esa yomonni ko'rsatgan. Lekin bu yerda qizil rang yo'q. Xavfsiz boshqariladigan ichimlik suvi bilan ta'minlangan uy xo'jaliklari. Markaziy suv tarmog'i 96.8% ni tashkil etadi. Xususiy quduqlar esa 2.5% ni. Yomg'ir suvidan ham foydalanishlarga 0.7%. Oqova suvlarni tozalash qamrovi Malayziyada 94.5% aholi oqova suvlarni tozalash tizimiga ulangan. Hududlar bo'yicha shahar hududlari 97%, qishloq hududlari esa 85% ni tashkil etadi. Endi maqsadiga keladigan bo'lsak, 95% dan yuqori darajada saqlash davlatning maqsadi hisoblanadi. 7-maqsadi bu arzon va toza energiya. Uy xo'jaliklaridan markaziy isitish tizimi. Markaziy isitish 0% ga statistik ma'lumotlarga ko'ra 0%. U degani Malayziyada tropik iqlim sabab markaziy isitish tizimi deyarli ishlatilmaydi. Chunki uning hududining issiqligi ham o'zi shunday. Uy xo'jaliklaridagi energiya manbalari ulushi elektr energiyasi, tabiiy gaz 18%, LPG va boshqa yoqilg'i 6% ni tashkil etadi. Energiya manbalari ulushi esa 76% ni tashkil etadi. Ya'ni elektr energiyasi 76%, tabiiy gaz 18% va boshqa yoqilg'ilar 6%. Yakuniy energiya iste'molida qayta tiklanuvchi energiya ulushi 25% gidroenergiya,
Yakuniy energiya iste'moli qayta tiklanuvchi energiya ulushi, transfer energiyasiga bo'ladigan bo'lsak 8%, elektr energiyasi 23-25% oralida va sektorlar bo'yicha 36% issiqlik sanoat energiyasi. 8-maqsadi esa munosib ish va iqtisodiy o'sish. Hududlar bo'yicha yarim jon boshiga Kuala-Lumpurda $34,000, Selangorda $20,000, Penangda $18,000 bilan tashkil qiladi. O'rtacha soatlik ish haqi 2023-yil holatiga ko'ra bu 16,8 Malayziya ringgiti. Yoshlar ishsizlik darajasi 2023 holatiga ko'ra 3,4%, 2022 holatiga ko'ra 3,9% ko'rishimiz mumkin, ancha yaxshilanyapti. Yoshlar ishsizlik darajasi 15-24 yosh orasiga bo'ladigan bo'lsak, erkaklar 10,8%, ayollar 11,5%, jami 11,1% ni tashkil etadi. Ish joyidagi bahs hodisalariga ham to'xtaladigan bo'lsak, jarohatlar, ishchilar, boshqa shaxslarga ishchilar 32,674 va boshqa shaxslar 2,910 nafarni tashkil etadi. 9-maqsad sanoat innovatsiyasi va infrastrukturasi. Yo'llarga yaqin yashovchi aholi 2024-yil holatiga ko'ra 96% qishloq aholisi 2 kilometr masofada doimiy yo'lga yaqin yashaydi, ya'ni magistral yo'llarga. Sanoatdagi darajasi 98 million tonna. Bu kislorodga egaligi ko'rsatilgan. Sanoatga qo'shilgan qiymati yangi nisbatan ulushi 2024-yil holatiga ko'ra 23,4%, jon boshiga esa $3,850 tashkil etgan. Sanoatga bandligi 17,3%, jami band aholining sanoatda ishlaydi. Sanoatdan kislorod emissiyasi aytib o'tganimdek 98 million tonna tashkil etadi. Va tadqiqot va rivojlantirish xarajatlari 1% yangi nisbatan tashkil etgan.